Videolarda ko'radigan atellardagi yumshoq adyollar qanday tayyorlanishini bilasizmi? Hammasi yangi osilgan qo'y terilaridan boshlanadi. Dastlab mahoratli hunarmandlar har bir terini qo'llari bilan ehtiyotlab tanlaydi. O'tkir pichoqlar bilan chetlarini ehtiyotkorlik bilan kesadi. So'ng uzoq muddat buzilmasligi uchun tuzlab qo'yadi. Keyin terilar maxsus mashinada aylantirilib, tuzi ketkaziladi va chuqur tozalash orqali har bir qum va chang chiqib ketadi. Eng og'ir ishlardan biri charimni kesish. Buni faqat tajribali tinnerlar bajara oladi. Shundan keyin esa haqiqiy sehr boshlanadi. Issiq quritiladi, oshlanadi va rang beradi. Mikroqum bilan yuvish va spirtli tozalash. Shu jarayondan keyin jungdagi har bir tola yaltirab nur sochib, ajoyib yumshoqlikka ega bo'ladi. Mana shunday jung keyinchalik adyollarga solinib, siz his qiladigan butunlay yengillikni his qildiradi. Endi savol, sizningcha uyingizdagi adyollar ham shunday uzun va sirli jarayon orqali tayyorlangandir. Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.